Mana nimaga hamma eski jodudan kechyapti. Chunki maydalayman desa tishi yaxshi o'tmay qoladi. Endi to'g'irladim deganlar taylari pachaq chiqadi. Endi bu eski joduda olib turib, otib olib, o'rniga zamonaviy drobilkani taklif qilamiz. Eng qizig'i bu drobilkalarimiz narxi suv tekin narxda 1.750 ming so'mdan pulini uyingizga borganda maydalaysiz. Bu qo'yani maydalayapti, endi tomonni maydalamas chiqarishini ko'ramiz. Eng qizig'i do'stlar, mana shunday holatda bo'ladi. Xohlasanlar makalarimizni do'stlar, shuni don tashlaysiz, bu yorma holatda, chiroyli holatda chiqarib beradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, eng kichigi 3.5 kilovatdan boshlab turib motorlari 6.5 kilovatgacha bo'ladi. Mis, alyumin umuman farqi yo'q. Bonus tariqasida do'stlar hammasini tishi do'stlar 28 talik kaloriy bo'ladi, molotko'ylari 4 listdan bo'ladi. Undan tashqari 4 xil setkasi mana shunaqa zaslonkasini bonus qilib berishadi. Biz turgan joy Farg'ona viloyat Marg'ilondagi Saldrabilkalarda turibmiz. O'zbekiston bo'ylab dastakor, albatta kelishilgan holatda narxlar nimaga arzon desangiz, akalarimiz o'zlari ishlab chiqarar ekan.